Instagramda mashhur ushbu joy Turkiyaning Fethiye shahrida. Doimiy Antalya sayohatidan zerikanlar uchun bu yerda dam olishga yaxshi bir manzilni tavsiya etamiz. Letoniya yarim orolda joylashgan bo'lib, 3 tomonlama dengiz bilan o'ralgan, barchasi all inclusive mehmonxona. Undagi binolar ham bizga tanish filmlardagi turkcha dizaynni eslatadi. Siz qaysi tomondagi xonadan joy band qilishingizdan qat'iy nazar dengizni ko'rasiz. Mehmonxona hududi katta bo'lgani uchun undan chiqmasdan kichik shahar atmosferasida maroqli dam olish mumkin. Unda bir nechta plyaj, suzish zonalari, oshxona, restoran, suhbatlashish uchun maxsus joylar, interaktiv o'yin hamda dasturlar mavjud. Shunchaki sayr uchun ham mehmonxona hududi yetarlicha katta. Bu ham kamlik qilsa, mehmonxonadan tashqari dunyoga mashhur paraglidingga borishingiz, kemada kunlik sayohatlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agar ushbu joy sizni qiziqtirsa, Fethiyaga eng yaqin Dalaman aeroportiga Uzbekistan Airways kompaniyasi haftaning har seshanba kuni to'g'ridan-to'g'ri reyslarni amalga oshiradi. O'zbek sayohatchilari uchun yana bir yangi manzil. Bu Marmaris tumanining Turunch shahri. Sokin dengiz, shovqinlarsiz shaharda dam olishni istovchilar uchun Turunch premium mehmonxonasi ayni muddao. Barcha xizmatlar kiritilgan. O'rmon va tog'lar qurshovidagi maskan birinchi liniyada joylashgan. Barcha xonalardan dengiz ko'rinadi va standartdan tortib panoramali dengiz tasviriga ham ega. Undan quyosh chiqishini ham maroq bilan kuzatish mumkin. Agar qo'shimcha sayohat istasangiz, shaharning ochiq manzarasi ham sizga yoqishi aniq. Ushbu manzillar doimiy plyajli kurort shaharlardan ancha farq qiladi. Batafsil ma'lumotni Asialux Travel milliy turoperatori ijtimoiy tarmoqlardan va 1111 qisqa raqami orqali olishingiz mumkin.